Dushanbe milliy madaniyatni targ'ib qilish bo'yicha yangi kampaniya doirasida ro'mol va soqolga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Har hafta Husnud WhatsApp mobil ilovasini ochib, silliq qiralgan yuzining selfiesini oladi va suratni militsiyaga yuboradi. Buxtor shahridan bo'lgan 38 yoshli Husnudning aytishicha, u militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, 3 kun hibsda saqlangandan beri shunday qilib kelmoqda. Ushlashga soqol sabab bo'lgan. Husnudning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari unga har hafta soqoli yo'qligi ko'rinib turadigan suratni jo'natishni buyurgan. Shuningdek, unga 180 so'mning miqdorida jarima ham solingan. Dushanbening janubidagi Urudaki tumanida Xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mita bo'linmasi may oyida an'anaviy tojik kiyimlarini ommalashtirish va yot kiyimlardan voz kechishga qaratilgan qitmadan qitmaga deb nomlangan kampaniyasidan suratlarni e'lon qilgan edi. Tojikiston hukumatining islomiy hijob yoki bosh kiyimga qarshi kampaniyasi 2024-yilda mamlakatda an'analar va bayramlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar qabul qilinganda eng yuqori cho'qqisiga yetdi. O'shanda tojik madaniyatiga yot kiyimlar taqiq ostiga tushdi. Tojikiston hukumati o'z siyosatini milliy an'analarni saqlab qolish va ekstremizmning oldini olishga qaratilganligi bilan oqlaydi. Musulmonlarning dushmanlari islomni zo'ravonlik va qotilliklarni rag'batlantiradigan din qilib ko'rsatishga urinmoqdalar. Ish shu darajaga yetdiki, zulm zo'ravonlik so'zi islom so'ziga tenglashtirila boshlandi. Ayollarning hijob va niqob kiyishi yoki erkaklarning soqol qo'yish kabi islom ko'rsatmalariga ergashish terrorizm va ekstremizm alomatlariga aylantirildi. Biroq musulmonlarning dushmanlari islomiy aqidani ularning ongidan ildizi bilan sug'urib tashlay olmaydilar. Dushmanlar islom va musulmonlarga qarshi qanday usullardan foydalanmasinlar, Alloh ularning makrlarini o'zlariga qaytaradi. U zot marhamat qilib aytadi: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ular makr qildilar, Alloh ham makr qildi. Vaholanki Alloh makr qilguvchi